Mahsulotni qo'lingizga olganingizda nimaga ahamiyat berish kerak? Bugun shu haqida ma'lumot beramiz. Mahsulot nomi, u haqidagi ma'lumot, tarkibini ko'rayotganingizda diqqat qilishingizni so'ragan bo'lardik. Sababi allergiyaga moyilligi bo'lgan qo'llanuvchi bu holatda e'tiborli bo'lishi kerak va qo'llash muddati. Bu ishlab chiqarilgan sanadan e'tiboran yoziladi, ya'ni 18 yoki ko'p holatda 24 oy qilib belgilanadi. Bu uning tarkibiga bog'liq. Shuningdek, ishlab chiqarilgan sana qadoqqa alohida urilgan bo'ladi. Mana bunday. Qadoqdagi GOST yozuvi va uning oldidagi raqamlar, unga alohida to'xtalishni istardim. Davlat talablaridan o'tgan xalqaro standartlarga javob berish hujjatining raqami bu va hujjat qabul qilingan yili. Mahsulot flakonida 3 tildagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu bojxona ittifoqining talablariga muvofiq tanlangan. Yana bir muhim ma'lumot. O'zbekistonga kirib kelayotgan har bir mahsulotimiz maxsus tekshiruvlardan o'tib sertifikatlashtiriladi. Mahsulotlarimiz jonivorlarda sinalmaydi va halol tarkibga ega. Xaridingiz manfaatli bo'lsin.